Assalomu alaykum futbol muxlislari. Bugun sizlar bilan futbol olamidagi eng so'nggi yangiliklar bilan tanishib chiqamiz. Agar kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'ling va ushbu videoga kanalimiz rivoji uchun like bosishni unutmang. Manchester City Angliya Liga Kubogining nimchorak final uchrashuvini Uelsda Swansea Cityga qarshi o'tkazib, musobaqaning keyingi bosqichiga yo'l oldi. Ushbu bahsning 12-daqiqasida mezbonlar turnirning 8 karra g'olibi darvozasini ishg'ol qildi. Biroq uchrashuv oxirigacha tajriba o'z so'zini aytdi. Josep Guardiola shogirdlari o'yin oxiriga qadar 3 ta gol kiritib, shaharliklarning 3-1 hisobidagi g'alabasini ta'minladi. E'tiborli jihati shundaki, Josep Guardiola ushbu uchrashuvda bir oydan ko'proq davolanib safga qaytgan hamyurtimiz Abduqodir Husanovni boshlang'ich tarkibda maydonga tushirdi. Abduqodir bu bahsda 63 daqiqa to'p tepdi. Uchrashuv davomida ishonchli o'ynadi. Biroq ba'zi vaziyatlarda ishonch yetishmagandek harakat qildi. Lekin bu jarohatdan qaytgan o'yinchi uchun tabiiy hol. Abduqodir uchun bu sport formasini tiklash yo'lidagi juda foydali o'yin bo'ldi.